Qarshingizda turgan avtomobilda motorlari rekord Ginnesiga kirgan avtomobil Changan CS5 Plus avtomobil haqida ozgina gaplashamiz. Avtomobilimiz old oblisovkalari ramkasiz bo'ladi. 18 dyumda quyma diskalar, besklyuchevoy dostуп. Salonlarga kirsak, eng qizig'i salonda avtomobilimiz hamma yog'i ekoko'ja bilan qoplangan, isitish tizimlari bor, lyuklari bor avtomobilimizda. Eng zo'r narsasi avtomobilimizda zavodskoy video registratorlari bor. Video davomida ko'rsatib o'taman. Ekonom, sport, komfort rejimlarda yuradi. Avtomobilimizda qo'shimcha lidarlari ham bo'ladi. Oldizdagi avtomobil necha metr uzoqlikda ketayotganigacha ko'rsatib beradi avtomobilimiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Video registratorlari zavodskoy to'rtta tomondan oladi. Avtomobilimizda adaptivniy kruiz kontrol, полоса удержания, avtotormojeniya degan funksiyalari bo'ladi. Голосовой управление. Orqalari ham juda ham keng va shinam ishlangan bo'ladi. Orqa o'rindiqlari ham albatta isitish tizimiga ega. Eng zo'ri bagajlari ham juda ham keng va elektronniy ochiladi. 420 litr hajmi bor. Avtomobilimizga propan bemalol tushadi. Masalan, propan o'rnatmoqchi bo'lgan mijozlarimiz bemalol o'rnatsa bo'ladi. Avtomobilimiz rasxodi o'rtacha 7-8 litrdan iborat bo'ladi. Avtomobilimizda 1.5 turbina dvigatelga 188 ta ot kuchi bo'ladi. Bo'lib to'lash yoki imtiyozli kreditlarga olsanglar bo'ladi.